Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, xudo xolasa yana bir ishimiz mana Andijon viloyati Yakutut mahallasida yakunlab oldik. O'zingizlar baho berasizlar. Kimgaki yoqqan bo'lsa albatta layklarni mixlab qo'yasizlar. Kimgaki shunday xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinaveradi. Xizmatimiz doimgidek bor deb o'ylab. Mana o'zingizlar ko'ringlar, baho berasizlar. Ichkarilari faqat oq. Oqda o'zi kamari ham oq, do'ppisi ham oq, hamma yo'q oq, faqat chekalari kumush rangdan foydalangan. Choy ko'rinishiga ega bo'lgan xonadonimiz. Tashqi shartga ichkari hayvonlari egosi bo'lib o'tgan joylarimiz mana. Juda ham go'zal holatda bo'lib qolgan. Nimaga yashicha qilingan tepaga chiqish uchun. Chiroyli qilib o'rab qo'yildi. Endi doim beri shart turlariga iloji yo'q, hali ochib yopiladigan qilinmadi, sharti ham buzilmagan, chiqish holatiga ega bo'lish kerak ekan achininglar. Terma sharti bo'lganda pastga tushib chiqadigan ilojisi bor, tepadan yopib ochadigan qilsa. Sharti mana shunday joydan qilinadi. Xizmatlarimiz bor deb o'ylab, viloyatlarga kelishgan holda bemalol murojaat qilinaveradi. Xizmatlarimiz 24/7 aloqadamiz.